Assalomu alaykum. Baraka savdo kanalining aziz obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, opa-singillar, arenda biznes bilan shug'ullanayotganlar. Mana haliga aytgan shpilkamizni va nihoyat yasadik. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz bundan xursand bo'lamiz va ko'pchilikga ancha manfaati tegadi. Endi bu yerda shpilkamiz qanday? Ko'pchilik aytdi, 50lik shpilkamizni rezbasi o'lib qolib, kesib ikki tomonini 40lik qilyapmiz. 40lik rezbasi o'lsa, kesib 30lik qilyapmiz, 35lik qilyapmiz. Xullas, unda mana holatdagida ko'p rezbasi o'lyapti degan ancha klientlarimizdan, mijozlarimizdan shikoyat tushganiga, endi biz nima qildik? Bunga yechim topdik, xudo xolasa. Buni rezbasi kamroq o'lishini oldini olish uchun endi bunday narsa qildik. Endi o'rnini alishtirdik, ichki rezba qildik. Ichki rezba. Bunda qanday bo'ladi? Bunda 40likmi, 30likmi, necha bo'lsa shu razmerga kesiladi, ichkariga rezba ochiladi. Endi gaykani o'rniga bolt qatiriladi. Beton quyib bo'lgandan keyin bolt yechiladi. Apalavkani yechib olgandan keyin endi buni ichiga avval ichki syomniy bo'lsa, endi bunda tashqi syomniy. Tashqi syomniyni qatirib, shu holatda tortib olinadi. Faqat bu yerda shpilkada rezbani ichki tashqi o'rni alishdi xolos. Xudo xolasa bu ancha arenda beruvchilarga manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Shu videolarimiz yoqsa, biz sizlar uchun ishlayapmiz. Bundan keyin yana bitta yangiliklarimiz bor. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyin yana ishlab chiqarishlarda sizlar uchun biz xizmat qilyapmiz. Sizlardan faqat bitta like. Xo'p, ko'pchilikda shu narsa bor. Xonadonida, sexida, joylarida shu rezbasi o'lgan shpilkalar juda ko'p. Uni chekasidan kesasiz, to'kirga berasiz. To'kir xizmatini bersangiz bo'ldi. Bu tarafiga bitta, bu tarafiga rezba ochib bersa, mana ikki tomoniga bu kaltaroq rezba nimaniki? Sesmaniki bo'ladi. Endi bu tomoniga xoling shayba qo'yib qo'ying, xoling shaybasiz qo'ying. 4 santimetrlik bo'lsa, endi biz 4 santimetrlikni olishimiz sababi biz kapalayli profilni o'rtasidan teshamiz. Kapalayli profilni o'rtasidan teshganimiz uchun kapalayimiz 2,5, bu yoqdan 1,5 rezba bo'lsa, ushasa, misol 6 ta yeridan 1,5 santimetrdan rezba ushasa, menimcha vibratsiyaga ham, trombovkaga ham bardosh beradi degan umiddaman. Shu narsalarimiz mana ichki rezba ochirib qo'yasizlar, bo'ldi. Kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, manfaatli bo'ldi deb podдержка qilib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'p yangi narsalarimiz bor hali, xudo xolasa. Mana bu yerda ancha zagotovkalarimiz bor, ichki rezbalar. Mana ichki rezba ochilgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, tashqi rezbalar ham bor. Endi ko'proq xalqqa ma'qul kelib, apalavkalarimizga qo'shib beryapmiz. Ichki rezbalarimiz xalqqa ma'qulroq. E'tiboringlar uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.